Assalomu alaykum, sizlar bazamiz aziz obunachilari. Xudo xolasa bugungi videoni ham boshlab oldik. Bugun sizlar bilan biz bazamizga kelgan yangi turdagi 3D bo'ladi. Narxlari va razmerlari bilan Abdulaziz akamiz tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Aka yaxshimisiz, charchamasdan? Aka. Aka eshitishim bo'yicha kecha kuni sizlarni ba'zilarga katta miqdordagi aboy mahsulotlari yetib keldi. Narxlari sut ekan debsizlar. Aha. Shu haqida bitta ma'lumot bersangiz, qayerlarga ishlatilinishi. Ko'rishingiz mumkin. Yangi partiyada 3D aboylarimiz yetib keldi. 10 xil yaqin rasvetkalari bor. Sal uzoqdan ham ko'rsatsangiz bilinadi qancha borligi. 2 fura tushirganmiz aka kecha kuni ustidan. Kechasi bilan bolalar tinmagan. Endi ochib ham ko'rsataylik obunachilarimizga rostdan samakili ekanligimi degan obunachilarimiz ham bor. Bunga usta kerak emasmi? Kerak. Usta kerak emas. Uyda bolali ayollarimizga ham juda foydali, chunki uyga hali aboyni chizib qo'ysa, uni ko'chirib yangi yopishtirishadi. Bu unaqa emas, mo'shi bo'ladi bizda. Mo'shi bo'lganligi uchun bemalol artsa bo'laveradi. Artsa bo'laverar ekan. Yangi yoki latari nonni yangi tandirdan sug'urganda yo'q aka. Samakili ekanlar. Ana bir o'zini ko'rsatadi. Le haqiqatda mo'shina ekan. Mana. Oho, ana. Qo'lingizni o'zida ko'tarmadingiz aka? Yo'q aka, mana. Yana bitta qo'lni yopishtiramiz. Aha. Mana aka. Qo'lingiz orqasini ham aka, bitta qiziq mana tarafini ko'rishinglar mumkin azob-nazolar. Xudo xolasa, uyingiz buzilguncha turaveradi aka, garantiyasi. Aha. Buni razmerlari nechiga necha dedingiz aka? Xo'p. Razmerlari 1 metr bo'ladi balandligi, uzunligi 5 metrni tashkil etadi. 5 kvadrat bo'lar 5 kvadrat bo'ladi. 1 kvadratni 40 ming so'm. 1 kvadrat 40 ming so'm. Hozir aka aytishingiz bo'yicha chizib yuborsa, almashtiraverasizlar, artib yuborasizlar dedingiz, to'g'rimi? Agar yirtib yuborsa nima qilamiz? Yirtib yuborsa aka, shunday boshqa masalan nima deydi, oshib qoladi-yu. Masalan 1 metr, 2 metr oshib qoladi baribir. Oshib qoladi, kusoq bo'ladi. Bitta kesatda yana ash joyiga yopishtirib yuboraveradi. Bu qanaqa pichoqda kessa bo'ladi mana? Xohlagan pichoqda. Hozir lezvadan ham kessa bo'laveradi, oddiy pichoqdan ham kessa kesilaveradi. O'ta ham yumshoq bo'ladi. Legoga o'xshab kiyishib ketaverar ekan. Legoga o'xshab kiyishib ketaveradi. O'ta ham yumshoq bo'ladi. Yumshoq bo'lganligi uchun kesilishi ham oson bo'ladi. Yumshoq bo'lgani uchun uyda shumka ham qilsa kerak menimcha bu. Uyga ham shumka ham izolyatsiya qiladi ekan. Ko'rishinglar mumkin. Bitta kesadi, agar yirtilib ketib qolsa, shu joyini kesib turib, yana xuddi shunaqa kesib turib, oshib qolganda yopishtirib qo'ysa bo'ldi, hech qanday muammo yo'q. Ko'rishinglar mumkin aziz obunachilar, juda ham qulay ekan. Oddiy aboyda misol dekorativ aboy bo'lsa, chizib qo'ysa yoki shilib qo'ysa, uni artib bo'lmaydi, kelgan polni chiqarib kesib ham bo'lmaydi. Polni chiqarib yuborish kerak. Lekin bu aboy juda ham mo'shna ekan. Aka, usta kerak emas. Usta kerak emas. O'zingizlar yopishtiraverasizlar. Odamni o'zi yopishtiraveradi. Odamni o'zi yopishtiraveradi. Yosh bolalar ham eplab olsa bo'ladi. Aka ozgina harakat qilsa. Ko'rishinglar mumkin. Orqada hozir bu yerda 2 xil rang bor ekan aka. 2 xil, 3 xil. 3 xil rang bor. 10 xilga yaqin rangi bor aka. Mana bu yerda oq, kul rangi, mana shunday mramorli ranglari ham bor aka. Bu yerda havo ranglari bor, bu yerda odam rangidagi ranglari bor. Ko'rishinglar mumkin akalar. Masha zo'r ekan. Haqiqatda arzsa kerak puliga. Puli nech pul aka? Yana qaytarib o'tamiz. 1 kvadrat 40 ming so'm tashkil etadi. 40 ming so'm. 1 kvadrat. Atiga 40 ming so'm. 40 ming so'm. Ko'rishinglar mumkin. Qimmat tuyulishi mumkin, chunki bu samakili ekali aboy. Oddiy aboy emas. Izolyatsiya qiladi, shumka qiladi. Bu artsiz bo'ladi. Kirosi, mo'shi, yana yirtilib ketib qolsa, usta shart emas, yirtilib ketib qolsa, yana boshqasini kesib turib yopishtirib qo'ysa bo'ladi. 40 ming so'mga arzsa kerak aka. 40 ming so'mga albatta arziydi ekan. Men ham o'zim uyimga qildirmoqchi bo'lib qoldim akamiz gaplaridan keyin. Akalar, xudo xolasa kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Abdulaziz aka, rahmat sizga. Yana eslatib o'tamiz, halol muddatiy to'lov ham bor. Halol muddatiy to'lov ham bor. Xolasa naqd pulga, xolasa halol muddatiy to'lovga olib ketaveradi. Ya'ni bitta obunachilarimizdan nima kerak bo'ladi? Bitta pasport kerak bo'ladi. Pasport kerak bo'ladi. Hammaga rahmat. Bugungi videomiz tugadi. Sog' salomat bo'linglar.